Menga qarang, bo'p qoldingizmi? Sizga tinmasdan SMS kelyapti. Bilmayman kimdan. Ichini ochib ko'r, kim yozibdi? Qara. Kodini bilmayman-ku. Kodi 7997. Hozir siz kodini aytib yubordingizmi? Xo'p. O'rtog'ingizdan ekan. Ichini ochib ko'r. Xo'p. Ha? Mana yozib qo'yibdi. Ertaga toqqa chiqishlaringiz kerak ekan. Ertaga billa bo'lamiz, senga va'da berganman. Atmen deb yozib yubor. G'alati. Ketdikmi? Nimaga unaqasiz? Nimaga buncha zerikarlisiz? Men bilan urushmaysiz, talashmaysiz. Tushuning, men ham ayol kishiman. Mana qizlar o'tib ketyapti. Qarang, qarang siz ham. Nimaga qaramaysiz? Unaqa idealniy bo'lish kerak emas. Hozir telefoningizni kodini ham aytib yubordingiz. O'rtog'ingiz bilan gaplashganlaringizni ham aytib yubordingiz. Ammo nimaga aytasiz? Voy, men o'zim urushishim kerak, talashishim kerak siz bilan. Hech kim, hatto uring, urvoring mana. Men qara. Yuruna qilib kofe olib beraman. Maza qilib kofe ichamiz. Yurina kofe ichamiz. Foydasi yo'q. Mayli, ketdik. Yuring.